Papasha. Ota. Tabriklaymiz. Qalay, qanaqa mashina gaplashding? O'zim mashinam bor-ku. Sparkmi? Ha? Dunyo kelgan chaqaloqni birinchi chiqadigan mashinasi o'zimiz mashina bo'ladi. Bunda odam bo'lib, bunda inomarkaga chiqmaydimi? Chaqalog'i birinchi bo'lib chiqqan mashinasi o'zimiz mashina bo'ladigan bo'lsa, keyin butun umr jemdan bosh chiqmaydi, ishon. Irmi shunaqa. Ya qo'ysang-chi. Kamera nechta gaplashdik? Yo'q, kamera gaplashmadim. Egalingda ham iPhone bor. Chiroyli qilib ikki tomondan video olib Voy, qo'ysa bo'ladi. bas! Video ertaga boraylik senga. Baxtli, o'zing o'ylab ko'r, bolang katta bo'ldi deylik. Adajon, men tug'ilganimda xursand bo'lmaganmisiz? Bir dona kamera gaplasha olmaganmisiz desa, nima deysan? Qo'ysang-chi. Hech bo'lmasa karnesundan gaplashgandirsan? Jinnimizdan qanaqa karnesun? Raddon bo'lsa, har xil ayollar yotadi. Kalling bormi? Bolani birinchi bo'lib qulog'iga karnay ovozi kirmaydimi? Azon emasmi? Birinchi karnay, keyin azon. Tavba. O'zing ham bilib bir Mickey Mouse'lar, ertaga qahramonlarga gaplashgandirsan, bola-yu, ha? Yo'q. Shunaqa bema'ni, bekorchi narsalar ham kerak emas. Kecha Davronnikini ayt. Yorib yo to'y qilardi. Biz shunaqa olib chiqdi, 4 ta kamera, 4 ta karnay, 2 ta 221, o'rtada Rolls Royce. Bola boru, dunyo kelganiga xursand. Artistlar aytmaysanmi? Oybek Nigora bolajonim, xush kelibsan deb. Menga qaralaring, hamma narsani bilar ekansanlar. Senlarga bitta oddiy savol. Hop. Nimaga biz rivojlanib ketmayapmiz? Ha? Nimaga ilm-fanda zo'r emasmiz? Nimaga ishlab chiqarishda zo'r emasmiz? Haqiqatan bilamanmi? Chunki miyamiz faqat mana shunaqangi bekorchi, radonda olib chiqish, dabdaba qilish, ko'z-ko'z qilish, orzu-havas, mana shunaqa narsalar bilan bandmiz. Topganimizni bolalarimizni ta'limiga emas, mana shunaqangi bekorchi narsalarga sarflab yurishimiz g'alati emasmi? Bo'pti, rahmat kelganlaringga. Mickey Mouse'lar.